Ekologik toza hududlar maqomini belgilash bo'yicha qonun loyihasi birinchi o'qishda muhokama bo'ldi. Lekin qat'iy fikringizni bildirdingiz va muhim savolni o'rtaga tashladingiz. Ushbu qonun loyihasidagi qaysi jihat sizga yoqmadi? Tashabbuskorlarga ham aytdim, qonunni ichiga chuqur kirmasdan ham oldin qonunni nomidan kelib chiqish kerak, konsepsiyasi bo'lgandan keyin. Chunki konsepsiyasi to'g'ri bo'lsa, qabul qilinadi. Agarda konsepsiyasi ma'qul kelmasa, agarda hech bo'lmaganda o'sha ichki qismi bo'lsa, to'g'irlab, ikkinchi, uchinchi o'qishda to'g'irlasa bo'ladi. Lekin mana shu konsepsiyasi masalasiga kelganda, ekologik toza hududlar deb qonun loyihasini kirgizishgan. Lekin afsuski, prezidentning qarorida umuman boshqa narsa nazarda tutilgan, ekologik toza rejim degan maqom ketyapti turistik zonalarda. Lekin bular prezidentning qaroridagi masalani emas, mutlaqo yangi tushunchani, yangicha yo'nalishni olib kirishgan va bu ikkalasi bitta narsami desa, yo'q, ikkalasi bitta narsa emas deyapti. Unda prezident qarori ijrosi qolyaptimi degan masala tug'iladi va ikkinchi juda ham muhim narsa, bizga har doim tashabbuskorlardan qonun loyihasi kelganda birinchi navbatda urg'u beriladi o'sha prezident qaroridagi topshiriqlarga. O'sha yerda kelib chiqib biz shu narsani kiritganmiz deyshadi. Lekin bugun esa mutlaqo teskarisi bo'lyapti. Prezident qarorida aniq topshiriq berilgan, asos qismida keltirilgan, lekin qonun loyihasida u narsa aks etmayapti, boshqa narsa aks etyapti. Nimaga bu yangi tushuncha bo'lsa, qonunda aks ettirilmadinglar desa, bizda hozir deydi qonunga buni kiritsak, qonunchilikda tushunmovchilik kelib chiqadi deydi. Qonunchilikda kelib chiqadigan tushunmovchilik amaliyotda tushunmovchilik keltirib chiqarmaydimi degan masala tug'diriladi. Va mana shu joydanoq konsepsiyani mazmun mohiyati umuman to'g'ri kelmadi. Qilingan ish bilan berilgan topshiriq o'rtasida va deputatlarda bir nechta savollar keldi va bugun biz bu qonun loyihasini yaxshisi ko'rmasdan qoldirish kerak degan xulosaga keldik. Demak, birinchi o'qishda qoldirildi va keyingi o'qishlarda yana ko'riladi. Yo'q, birinchi o'qishda ham qabul qilish masalasini biz ko'rib chiqmadik bugun. Tushunarli. Rahmat kattakon.